ustanovchilarning dardini aytib chiqaman. Faqat yig'lamanglar, ukalar. Ajoyib g'aroyib klientlarimiz bor-da. Yaxshi konditsioner olishadi-da. Keyin arzon tufta ustanovchi qidirib qolishadi-da. Telefon qilishadi. Ustanovchingiz nechi pul? 500 ming, 600 ming, masalan 600 ming bizaniki deylik. Va anta 300 ming qo'yapti. Boring qo'ydirib oling. Yo, anu palonchi ham, yo palonchi ham siz maslahat beruvdi, ishingiz yaxshi ekan. Yaxshi bo'lsa mana shunaqa narx turadi. Masalan, yaxshi qimmat mashina olib tufta servisga olib kirmaysiz, yaxshi usta qidirib qolasiz. Xuddi shunaqa narsa-da bu ham. Konditsioner qo'yganingizdan keyin konditsioner sizga o'rtacha 8 yildan 12 yilgacha xizmat qiladi. Uni yaxshi ustanovchi qo'ymasa, u konditsioneringiz bir tiyin. Ishoning, bir tiyin. Eng qimmat zo'r nomismi? Masalan, Mitsubishi oling, $2000 tufta bo'lib qoladi. Ishoning. Keyin yana bir momentda esdan chiqibdi. Masalan, klientlarimiz borda, telefon qilishadi. Qanaqa konditsioner maslahat berasiz? Masalan, men o'zim shaxsan maslahat beradiganim bir reklama emas. Midea, Gri, eng pastrog'i masalan AUX deylik. Qolganini maslahat bermayman. Nimaga? Palon. Mana qolsam, yo'q, unaqa oladigan bo'lsangiz, menga nima telefon qildingiz? O'zingiz bilib olavering. Men o'sha konditsionerlarni qo'ymayman masalan. Men o'zimdan kelib chiqib javob bera olaman. To что men pasi AUX, undan pasini men qo'ymayman. To'g'ri, AUX bilan narxi bir xil bo'lishi mumkin har konditsionerlarni. Lekin lishni o'zimni sinovimdan o'tmagan. Men hech kimga maslahat ham bermayman, sotmayman ham. Men o'zim lishni Midea sotaman, Gri sotaman, eng pasti AUX sotaman masalan, LG sotaman. Mana shu 3-4 ta brenddan maza qilib ishlaysan, sinalgan, garantiya, javob, ishiga ham, servisiga ham.